Assalomu alaykum. O'zbekiston dastoyni mujiklar, yaxshimisizlar? Mana Goltukamni so'radinglar. Alhamdulillah, ozodlik ham chiqib oldi. Inshaalloh duoda bo'linglar. Beri tolka O'zbekistonni bayrog'ini yuqoriga ko'taramiz inshaalloh. Duoda bo'linglar mujiklar. Assalomu alaykum mujiklar. Sizlarga katta bir narsani ochaman. Bu katta narsa nima degani? Meni qiyin kunlarda har doim qanotimning ostiga kirganlardan menga duh bo'lib turgan, menga motivatsiya bo'lib turgan bir odam bor. U otam. Uni taniysizlar, men qo'yib borganman. Yana ham ko'rsataman otamga menga qanaqa motivatsiya borligini. Men o'tirgan joyimga, kirib borgan joylarga, sevdanga bergan vaqtlari kabinetga telefon bilan gaplashgan paytim otam menga o'sha vaqtda o'g'lim o'zingni tut degan vaqtlar men otam bor, meni duxim bor otam. Aytib voyin bo'ladiki, bola otasiga qarab duh oladi-da. Men shu kishini ko'rsataman sizlar bilan olib gaplashib. Ko'rsataman yuringlar. Olmasiz, alhamdulillah. Mana shu insonni taniysizlar, men otam bo'ladilar. Meni voyini, mana shu kishidan olib, motivatsiya olib, har joyga to'xtab qolmagan. Men alhamdulillah bundan beri ham to'xtab qolmayman. Meni ko'rgan borgan paytlari menga motivatsiya berganlar. O'g'lim, sen shuni bil, bu kulfatlar kulfat emas, bu o'ylovlaring o'ylov emas. Bizga eng katta kulfat deganlar payg'ambarimiz o'lganlari. Bundan boshqa bizga kulfat emas. Sen ko'chaga chiqib ketsang, sevinasan, to'g'ri. U ham katta quvonch emas. Bizning quvonchimiz Allohning jamolini ko'rish deganlar. Shunaqa motivatsiyalarni ko'rib, otamdan duo olib, o'g'lim o'ylama. Shunday telefon qilib, men ichkariga kirib qoldim. Tushkunlik tushib qolgan paytim, otam shunday ko'rgan kelinlar, o'g'lim, sen bilan faxrlanaman. Senga ishonaman o'g'lim, sanaqa bunday to'rt devorlichi seni yeb qo'ymaydi, men senga ishonaman deganlari, mana alhamdulillah duoga bo'lib, alhamdulillah mana yelkamning ostidan, bilkam akam bor, Oyatulloh akam bor, mana abbakalarim, yaxshi akalarim bor, alhamdulillah. Sanoqli qoldi, ko'p emas, sanoqli radnoylar, sanoqli aka-ukalar qoldi. Inshaalloh mana shu inson, otam, akalarim, alhamdulillah mana ota nima deysiz, mujiklar, mana mujiklar ham bizni kutgan ota-onalarga, bizni kutgan opa-singillarga, bizlarni kutgan mujiklar nima deysizlar? Nima deyman? Avolasi dunyomiz tinch, shunday yurtboshimiz bor. Alloh umrlarni uzun qilsin. Hammani ham ota-onasi, farzandlari xuddi shunday bo'lishini xohlayman. Haloldan bersin. Alloh taolo o'zidan boshqa hech kimga muhtoj qilmasin. Yana Alloh